Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'urlar, hammalarga mush vaqt xayrli bo'lsin. Bugun Sharq Turkiston davosiga foydali bo'larmiki degan niyatda o'zim uzundan buyon sotsial mediada kuzatib kelayotgan ba'zi masalalar ustida sizlar bilan fikrimni o'rtoqlashib chiqdim. Inshaalloh, agar bu so'zimga qo'shilsanglar maslahatimga, balkim bir Uyg'ur davosiga inshaalloh foydasi bo'lib qolar degan niyatda so'zimni boshlay. Avval shuni eskartib o'tmoqchiman. Bu Uyg'urcha nutq so'zimga bak uzun kutmagan, shu tilim qo'llashmayotdi. Kalampay gap qo'ygan bo'lsam, gap qo'ymoqchi bo'lsam, ayibki buyurmanglar qarindoshlar. Vatanda qarindoshlar, o'zinglar bilasizlar. Vatandan burun islomdan boshlaydi. Bizning dinimiz islomda jamoat bo'lib shakllanish shu qadar muhimki, tunji jamoat bu bir sahabe ikram efendimiz İbn Arqam degan bir inson, bir sahabe efendimizning uyida Müslümanlar o vaqtda Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yangi payg'ambar bo'lgan vaqti Müslümanlar intayin az, aciz. Şuna bu zamandaki Mekke'deki küçük insanlar Müslümanlar qattiq zulm qilayotgan vaqtda İbn Arkam degan sahabe efendimiz o'zininki uyini ichib bergan Müslümanlarga, shu yerda Müslümanlar yillarcha jamoat bo'lib tabliq qilgan, bir araya kelgan, fikr va alışveriş qilgan. Nurg'un shu musulmonlikninki dastlabki shakllanishida intayin muhim rol o'ynagan Ibn Arqamning uyi. Bu uy bir fiziki narsa, ammo uyga kelgan insonlarninki bir jamoat, bir xalq bo'lib shakllanishi amaliyotda islomning boshlang'ichi bo'lgan qarindoshlar. Keyin Hazrat Umar musulmon bo'lgandan keyin andiki musulmonlar asta-asta uch qashqara musulmon bo'ladigan yigit ekan. Bizning vatanga qarasak qarindoshlar, hamma narsa jamoat bilan boshlandi. Vatanni qutuldirish, vatanni mustaqil qilish, milliy barobarlik ideologiyasi, masalan, biz Xitoylar bilan tuvan turmaymiz, Xitoydan ustun turimiz yoki bo'lsa hech bo'lmaganda barobar turimiz degan nurg'un ko'z qarashlar Uyg'urlarning bir yerga kelishi bilan, bir Uyg'urlar boshqa bir Uyg'urning fikr ilib berishi bilan, fikr almashtirishi bilan, Uyg'urlarning choy suhbatlari bo'lsin, mashrab bo'lsin, har xil o'tirishlar bo'lsin, har xil faoliyatlar bo'lsin. Yoki bo'lmasa har xil diniy faoliyatlar bo'lsin. Bu camilar bo'ldi, yoki bo'lmasa bu juma namozi bo'ldi. Bu har xil diniy faoliyatlar bo'ldi. Bu ijtimoiy va diniy faoliyatlarda Uyg'urlar bir araya kelgan vaqtda bu Uyg'urlar o'zininki fikr almashtirishni texmi taraqqiy qildirib, aramizdagi go'zal fikrlarni texmi qanot yaydirib, aramizdagi ruhiy va illatlarni, ya'ni kasalliklarni davolash uchun nurg'un Uyg'urlar o'zining fikrlarini bayon qilib, degandek ashta qilib bir jamiyat ilgirlab maqdi. Masalan, G'ulji vaqasiga qarasanlarmi qarindoshlar, bu G'ulji vaqasi tuyuqsizlar Uyg'urlar bir vaqtlam o vaqtda sosyal media yo'q, email yo'q. Jiq olsa balkim telefon bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa hozirlik Chanxo deb qo'ydik, BPG pager deymiz inglizcha. Ashunda narsalar bo'lishi mumkin hamdi. Shundoq bo'lishiga qaramay, minglagan inson qanday qilib ayni vaqtda ko'chaga chiqib namoyish qiladi degan bo'lsanglar, shu vaqtda kichik jamoatlar va Uyg'urlarningki bir yerga kelib to'planishi va fikr almashtirishi va biz vatan uchun birlik barobarligimiz uchun, kelajagimiz uchun kurash qilishimiz kerak, namoyish qilishimiz kerak deydigan fikrlarni bir-birisiga taqitib, u fikrlar qarindoshlar Qoraldimmi o'tkir amaliyotda, pichoqdimmi keskin amaliyotlar. Shu fikrlar Uyg'urlarning kallasiga kirgan bo'lg'achqa, shu Uyg'urlar shu yerda G'ulji vaqasida namoyish qilib, vatan uchun, millat uchun o'ttirib chiqdi insonlar. U vaqtda o'ttirib chiqqandan keyin Xitoylar qanday qildi desa, shundan keyin insonlarda bo'lsa, yoki bo'lmasa hozirmi o'zinglar bilsa, agar 3-5 Uyg'ur bir yerga kelsa, Xitoyning piyisi qiraydi. Bu Uyg'urlar nima deb bu yerga yig'ilgandi? Bu Uyg'urlar jamoat bo'lib nima deb miyada yig'ilayotgandi? Bu Uyg'urlar qanday qilib bunda mashrab o'tkazib, mashrab bahonasi ostida qanday siyosiy va ijtimoiy diniy faoliyatlarni ilib berayotgandi deb Xitoyning piyisi qiraydi. Nimishqa? Chunki Uyg'urlar bir araya kelgan vaqtda, fikr almashtirgan vaqtda andaki do'stlikni yoki bo'lmasa o'zining milliy muhabbatini yoki bo'lmasa Xitoylar olgan nafratini ifodalagan vaqtda andan keyin bu milliyatchilik fikrlari, bu vatanning mustaqilligi fikrlari taqilib maqdi. Agar bir Uyg'ur hech qanday bir Uyg'urni ko'masa, agar bir Uyg'urcha gapni hech qanday anglamasa, qanday bo'ldi desa, Uyg'urlikni asla unutib, o'zlik tug'an yerda o'zininki Uyg'urligini saqlab qolanmaydi. Uyg'ur ideologiyasini saqlab qolanmaydi. Uyg'urlar mustaqil bo'lsin, Xitoylarning vatanimizni qo'llab chiqaraylik degandek ideyalar bo'lmaydi bularda. Shunami qarindoshlar? Shuni qanday qildi Xitoylar?
Birincisi, Uyg'urlar bir yerga kelishning oldini olish uchun butun qo'lidan keladigan tadbirlarning hammasini qildi. Uyg'ur maktablarini, Xitoy maktablarini aralashtirib, Uyg'urlarni bir-birini jiroqlashtirdi. 3-5 Uyg'ur bir yerga kelsa, suhbat o'tkazsa, bu Uyg'urlarni qo'lga olib, kamplarga kirib, nima paralashtinglar deb bularga qo'rqitdi bularni. Qo'rqatgandan keyin Uyg'urlar qandaq bir psixologiya shakllandi degan vaqtda, ha, 3-5 Uyg'ur bir yerga kelsak, Mao Xitoylarni ochiq keldi ekan, hukumatni ochiq keldi ekan, demak biz bir yerga kelib, to'plashib, bishimizga ish ochmayli deydigan bir vaziyat shakllandi Uyg'urlarda. Uyg'urlar bir-birisidan qochadigan vaziyat shakllandiki, Xitoy o'zininki muddaosiga yetdi. Ama Xitoylar Uyg'urlarning qandaq vaqtlarda birlashishini xohlaydi. Masalan, ishrat bo'lsin, payshivozlik bo'lsin, bu dibalarda, klublarda ichadigan, chekidigan, nishvozlik, aroqkashlik degandek ishlarda Uyg'urlar bir aroq kelsa, Xitoylar qo'shiladi. Ammo har qandaq ijtimoiy, diniy masalalarda Uyg'urlar bir yerga kelsa, Xitoylarning piyi seqiraydi. Endi bunda o'ylab boqaylik. Bizningki 7-5 namoyish bo'ldi, masalan, cho'ng voqealar bo'ldi, g'ulji voqealar bo'ldi. Butun voqealarda Uyg'urlar bir yerga to'plashgan vaqtda bular qanday qiladi? Voqealar o'qish vaqtlarida ko'zni yashatadigan bomba otadi bular. Masalan, yoki bo'lmasa shunday is bombalarni etib, namoyishchilarni dunyoning har qanday yerlarida namoyishchilarni taqatmoqchi bo'lsa, ular is bombasi otadi, yoki bo'lmasa ko'zni yosh chiqaradigan bomba yasadi, yoki bo'lmasa sisiq puraydigan, ochiq puraydigan bir bomba atqandan keyin bu insonlar bu yerda turolmay qochadi qarindoshlar. Qochgandan keyin namoyish tugaydi degan gap. Bu mayli fiziki insonlarning bir yerga kelib ko'chaga chiqib namoyish qilishsin, yoki bo'lmasa bu ijtimoiy yoki bo'lmasa ruhiy namoyish bo'lishi mumkin. Ruhiy jamoatlar bo'lishi mumkin. Nimishqa? Chunki bir inson amaliyotda bu yerda insonlarning to'planishi uchur fikr ilib berishidan iborat bo'ladi. Agar uchur ilib berishi, fikr ilib berishi ruh jihatdan, ma'naviy jihatdan bir-birisiga destek bo'lishi degandek narsalar ne agar taqit olsa Xitoylar, bu Uyg'urlarni qochirib olsa bir-biridan, qanday bo'ladi? Xitoylar yana murat maqsadiga yetadi. Endi bizning vatanda bu Uyg'urlar to'plashadi deb namoyish qilib chiqadigan bizning ya Ardochorimiz yo'q, ya Dunko'rikimiz yo'q, ya Rabiya Qodir Sodisari yo'q. Bu Uyg'urlar biz muhojiratda to'plashamaymiz. Amerikada Uyg'urlar yashaydi, Virginiyada Uyg'urlar yashaydi. Men tug'an uyimdan Fairfaxga boraysam, eng az yarim soat mashina edishim kerak qarindoshlar. Bir Uyg'urning oraliqi ya yarim soat, ya 1 soat. Demak, juma namoz bo'lib qolsa, yoki bir milliy faoliyat bo'lib qolsa, bir ariqga balkim oyda bir qitim bir ariq kelishimiz mumkin. Shu ariq kelgan vaqtimizda Uyg'urlar, ha, biz Uyg'ur ekanmiz deb bizning o'zimizning Uyg'urligini eslab, to'mirlarimizda Uyg'urlik qini urg'ishga boshlaydi va vatanparvarlik ideyalari shakllandi shu ko'rishgan vaqtimizda. Ammo ko'rishmasak, nima degan gap? Ko'zdan jiroq, ko'ngildan jiroq. Bir Uyg'urni ko'masa, bir Uyg'ur jamoatligiga aralashmasa, demak vaqtga o'tishiga ergishib, bu Uyg'ur o'zining hayotining qayniga chiqdi va Uyg'ur masalasini tashlab qo'ydi. Endi kelaylik. Agar biz muhojiratdagi Uyg'urlar Dunko'rikda birlashamasak, yoki biz Xontangri jamisida birlashamasak, yo bir masjidimiz bo'lmasa birlashalaydigan, yoki biz butun dunyoda Uyg'urlar bor oladigan. Bunda bir to'plashib qiladigan bir nimamiz yo'q, yerimiz yo'q, maydonimiz yo'q. Masalan, maydonimiz degan Rimmin Guangchangga o'xshash maydonlarimiz yo'q. Turkiyada masalan Istiqlol Caddesi bo'lsin, Amerikada Times Square bo'lsin, bunda Uyg'urlarni to'plashib bir ko'z qarashimizni namoyon qilaylik deydigan bundaq narsamiz yo'q. Shunami? O vaqtda biz nada uchishimiz Uyg'urlar? Bizningki ma'naviy Dunko'rik, ruhiy jihatdagi Rabiya Qodir Sodisarining oldidagi baza nada desangiz, qarindoshlar, bu asosan Facebook. Chunki bizningki cho'nglarimiz Facebookda yoki Instagramda. Bizning Uyg'urlarningki to'plashib yashaydigan yerimiz Torda, bizning Dunko'rikimiz, bizning Rabiya Qodir Sodisarimiz ne qarindoshlar? Ya Facebook, ya Instagram. Ama Facebook ve Instagram'da Uyg'urlar bir araya kelsa, Uyg'urlar bir araya kelib milliy ve dini jihatdan bir-birimizning ma'naviyatini urg'utadigan, bir-birimizning Uyg'urlik ruhini uyg'otadigan, bir-birimizga vatanni so'ygizadigan, vatan uchun kurash qilishni tabliq qiladigan, tashviq qiladigan bizning ruhiy, ma'naviy Rabiya Qodir Sodisarimiz Facebook. Bu Facebook'da masalan bu voqealarda yoki rasmiy namoyishlarda Xitoylar yosh bombasi qizdi qo'shnoq bomba atdi yoki bo'lmasa o'q atdi, Uyg'urlarni taqtidi. Facebook'da to'plashgan Uyg'urlarni qanday qildi qarindoshlar?
Bular o'q atqılınmasa, bular yağı köz atqışı, yaşatqışı bomba atqılınmasa, ya bu Facebook'ta Uygurlarını tutup olap akırgılınmasa, bular ya Amerika'da, ya Avrupa'da, ya Kanada'da, ya Avustralya'da, ya Türkiye'de. Qandaq qilib Facebook'daki Uygurlarning jamoatchiligini buzalaydi Xitoylar deganni o'ylab, men shu bir xil ko'z qarash kelib qoldim. Bundaki qarindoshlar. Bu Xitoylar Facebook'ni Uygurlarninki tırnak ichidagi Uygurlarning og'zi bilan shunchalik bir sisiq bir aylantirib yotgan ekanki, Facebook'ga kelsangiz yo jidal, yo dalash tortish, yo anda dedi, yo mana baqimida qildi. Keç gündüz dalash tortishlik bosh og'riqi insonning ko'nglini seskandiradigan, Uyg'urning ko'nglini seskandiradigan, Uyg'urdan qochiradigan bir xil nijosat bir o'rtam ilqinimga aylantiribdi. Muhitga aylantiribdi Xitoylar. Mushni Xitoylar qilalabdi. Demak, bir Facebook'qa men masalan berib, masalan biz kichik vaqtimizda bo'lsa, masalan, ya bir oldiga chiqib, bir xalqni bir Uyg'urlarni ko'rdik deb ko'rgimiz keldi. Ko'rishimiz keldi. Özümüz söyleyen insanlarla. Ulanı kömüsek sevginimiz. Şuna mı? Ya bir Rabia Kanada'nın aldığı çıkımında bir ayrılıp gerekiyor. Bir doğu şey için insanın köğünden kelidi. Ama Facebook'un şunda oylagandı ki lan ihanet, yakınması iza, ahanet, yakınması ağzını bujuluş, yakınması sisk gaplarını qilish, chiqivilish, maz gap qilish, nedeki kayın yok gaplar, kaçanlı karşı baş ağrıqı. Demek adamın kalısıda vay Facebook'tan uzaklam turadi. Nima degan sesiq ya bu? Qachonli qarshi talash tortish, qachonli qarshi quruq gap, qachonli qarshi g'aybat shikoyat deb Uyg'urlar Facebook'tan qochadigan bo'ladi. Demak, Facebook'ni nima ish qilgan qarindoshlar, sotsial medialarimizga Xitoy ashundoq to'qning qo'rqib turadigan ko'z yashartuvchi bombalarni atqanligi uchun Uyg'urlar hozir Facebook'ta chiqmas bo'lib ketdi, sotsial mediada ko'rinmas bo'lib ketdi, sotsial mediaga datpandiyat deb kirmaydigan bo'lib ketdi qarindoshlar. Bunu qandaq vasıtalar bilan qilib o'tadi qarindoshlar? Buni bir mo'j yolg'on hisoblar bor. Bu yolg'on hisoblardan haqorat qildi bir-birisiga. Haqorat qilib tillab o'ynaydi. Ularni demasangizmi, 5 mo deb bilamiz bularni. Ikkinchisi, bu 5 molar Xitoydan chiqadigan yolg'on hisobotda yolg'on maqola yozadigan, yozdi bular, video chiqmaydi. İnkaslarda insonlarga haqorat qiladigan modalarga 5 mo deymiz. Bu 5 molarni biz tushunib yetgan. Endi qarang qarindoshlar, bir ko 2 mo 5 mo var. Meyde 5 molarni bilasiz o. Rumochen. Rumo deydigan Xitoylarniki tor çomakçılar var. Meyde bir ko 2 mo 5 molar var. Bu bir ko 2 mo 5 mo kim o desanglar qarindoshlar? Bular muhaciratda biz biladigan Uyg'urlar. Bular haqiqiy Uyg'ur. Bular Xitoy emas, yoki bo'lmasa Xitoy istihbarotiga bevosita ishlayotgan Uyg'urlar emas. Bular muhaciratdagi Uyg'urlar. Bular qanday qiladi qarindoshlar? Bular to'xtamay Facebook'ni qaynatadi. To'xtamay yolg'on xabar chiqaradi, to'xtamay pishni pasat taqirdi. Andan keyin payg'ambar alayhisalom nima degan bo'lsa bir vaqtda endi biladiganlar to'g'rilab qo'yinglar. Men kichik vaqtimda o'qigan bir narsadan hadis sharifdan esimda qolibdi. Agar xato degan bo'lsam, Alloh kechirsin. Halqa ishlansak bo'lamdi deb so'ragan vaqtida bo'lmaydi, yomon bo'ladi deb payg'ambar alayhisalom degan. Lekin deydi, sahobalar so'raydi. Ba'zi vaqtlarda rost gaplarni qila oladigan desa, ha bularning kim shunday anglaydigan shaytonlar bor. Bular bilan aloqalashib, bularga bir rostni so'zlasa, bir rostni ko'z tutib turib, oqsiga 10 yuzlab yog'onni chaplab, andan o yog'on gaplarni ashunda sotadi sizlarga degandek shunday bir hadis sharif bo'lgan esimda bor. Endi ba'zimda qarab baqsanglar, kech kunduz yog'onga qilsa, bularga Facebook'ta hech kim ergashmaydi bularga. Kech kunduz odam tilisa hech kim ergashmaydi. Qanday qildi? Har xil vositalar bilan Uyg'urlarga xuddi foydali ish qilayotgandek, vatan uchun kurash qilayotganda qiyofatga kirib olib, oyada ancha-muncha satto'musin deb har xil xabarlarni chiqarib qo'ydi. Har xil gaplarni yozib qo'ydi. Vatan uchun deb yozib qo'ydi. Har xil qiziqarli narsani chiqarib qo'ydi. Bu vaqtda qanday bo'ldi? Uyg'urlar, ha, bo'liqi ishongil bo'lgan bir odam. Ba'zi yaxshi gap qildi, ba'zi to'g'ri gap qildi deb insonlarning gumonini yo'qtidi bular. Demak, shu o'zining chiqargan bir ishki rostchil xabarning oqiga minglarcha yog'on xabarni yushiradigan bir vaziyat shaklida qarindoshlar. Ammo oraliqda yeli uni tillaydi, yeli buni tillaydi, yeli uni qarchaplaydi, yeli mana bilan aning jidal qiladi. Mushundoq jidal majrolarni har xil vositalar va har xil hisoblarning soyasida bir ko 2 mo 5 mo soyasida Xitoylar Facebook'ni muvaffaqiyatli bir şekilde sistdi arkadaşlar, qarindoshlar. Facebook po'xuraydi. Po'xurashgan bo'g'raydigan bo'g'ishqa Uyg'urlar kagil olmaydi. Demak, Uyg'urlar kagil olmagan ekan, endi bir Kanadadagi Uyg'urlar bir ariq kelsa, bir 50-60 Uyg'ur. Bir Amerikada bir ayda bir ariq kelib qolsa 50-60 Uyg'ur.
Demek 50-60 Uygur'dan çoğun bir vatan için iş çıkmaydı. Xitayning qo'rqaydigani bizningki diasporadagi Uygurlarning minglarcha, yüz minglarcha Uygurlarningki shu to'r sohasida bir-birisi bilan fikir ilib berishi, bir-birimizga moddiy va ma'naviy destek bo'lib, vatanning mustaqilligi uchun bir ruhiy birlik hosil qilishimizni Xitoylar to'saydi. Chunki to'rda hosil qilamiz. Amerika saylovlari masalan to'rda tutdi Amerika saylovlarini. Sosyal medyada tutdi Amerika saylovlari. Hatta Donald Trump nima dedi? Donald Trumpning o'g'li Barron Trump kelishgan bir egiz bolasi var, yosh bolasi. Debdi bunga podcastlarga chiqqan debdi. Onundan keyin TikTokni chiqqan. TikTokni jiqishlatgan yoshlarning hammasi TikTokda degandan Trumpni kichik bola o'xshash bunda usul o'ynab TikTok chiqqan. Hatta Trump uchiqlam dedi. Voy men X bilan TikTokninki meningki prezident bo'lib saylanishimda intayin cho'ng muhim rol o'ynadi deb prezident ashtaq dedi. Demak, Amerikaning siyosatini qarindoshlar sosyal media belgilayotgan vaqtda albatta Uyg'urning siyosatini sosyal media belgilaydi qarindoshlar. Shunga meningki tavsiyam qarindoshlar, Xitoy muvaffaqiyatli bir holda sosyal medyamızın sesiti bu ya poq boradigan bo'lishqa biz bu yerga kelanmaymiz. Uyg'urlar kelishini xohlamaydi. Qanday qilishimiz kerak bu vaqtda? Bunday qilishimiz kerak. Men davatqa odamni bunda o'tirib o'ylasanglar, bu quzat mundaq iliqi tasvirlab beryapti. Bular kimdi deb o'ylasanglar, iliqi hammamizda bir basic aqlliq va aqalli bir aql va hammamizda. 8-16 deyiladigan bir aql va hammamizda. Oturup tefekkür kılgan vaktimizde Allah dedi o Kur'an-ı Kerim'de nurgun yerlerde. Sizler oylanmamsızlar, sizler tefekkür kılmamsızlar dedi. Bunda oturup oynayıp baksak, tefekkür baksak bunda adamlarını köreleyimiz. Bulanı köygen vakti kandaklımız kerindaşlar. Bir nicasetini kolumuzga çokunu elip bunda koçsak bu nicasetinin pırkı kerindaşlar. Yani o koçluğa adam ki bunu normalde pırkı 1 metrege vagan bolsa koçunu sanlar 10 metrege vardı pırkı. Demek sizler koçluğun sırrı bunun pırkı uzatmadı diyen gel. Normalde 1 kilometre uzak tuğ adam nemi paydası onu pırtıp. Şuna qanday qilamiz? Müşkler qanday qiladi? Müşklerni men nayt yaxshi ko'raman. 3 müşkim bor mening. Aqlliq bu guylarchi. Shunda Alloh nijosatni chiqargandan keyin valaq qum bilan ko'mitidi. Voy, bu müşkler ajab odamlar nima aqlliq ekan? Nimishqa? Chunki tuproqdan ko'mbatsa, o'zini nima qo'ysa, etiversa, u nijosatning purg'i ash tuproqning ostida ko'milib qoladi degan gap. Demak, ko'mish kerak. Nijosatni ko'mish kerak. Nijosatni ko'mmay ko'chilsak, purg'ni hammaga taqiladi, u yerga bog'lanmas bo'ladi. To'xta qanaqa bog'imiz bormi? Yo'q. Qanday qilamiz biz to'rdagi Uyg'urlar? Right click, bunda basimiz meyga, besib block. Hamma odam aktif bir şekilde mushundaq o'yin o'ynayotgan muhojiratdagi Uyg'urlarning orasida vatanparvar, yoki bo'lmasa faoliyatchi, yoki bo'lmasa muzokirachi, yoki bo'lmasa kuzatuvchi har xil ismlar bilan o'tirib chiqib to'rdagi Uyg'urlarninki sosyal medyadagi Uyg'urlarninki birlik barobarlikni buzayotgan, arg'a pishni pasat terayotgan, chinib qolmasin deb oyda yilda bir aqtim raskat qilayotgan mushundaq odamlarni bloklam qilib mushukning nijosatini ko'mguniga o'xshash bizning mushukchilik aqlimiz bo'lsa, ularni blok qilib o'tgandan keyin hammamiz blok qilib o'tsak, bularni ko'maymiz. Bunday chiqsak demak, ma akamiz bunda chiroq chiqibdi. Ma adimiz bu yerga banshixona ichibdi. Ma qarindishimiz bu yerga lag'manxona ichibdi. Ma qarindishimiz Nobel mukofotiga erishibdi, nomzod bo'libdi. Ma qarindishimiz mandaq jurnalda mundaq chiqibdi. Ma qarindishimiz boy bo'libdi. Ma qarindishimiz vatan uchun kurash qilibdi degandek nihoyat pozitiv xabarlar chiqdi bu vaqtda. Bu vaqtda qanday bo'ldi? Nimishqa bu nijosatlarning ustiga chivinlar qo'nib oldi qarindoshlar? Nimishqa bu gullarning, çiçeklarning ustiga harilar, kepinaklar qilindi? Chunki hara va kepinakni jalb qilgani gulning mizlik purg'i. Gül güzel purgan boğaşqa, haşaratlar, nimalar, hərlər bulubmu əsəl işləb çıxırış üçün gülünün üstüge qonudu qarindoshlar. Biz sosyal medyadaki bu nijosatlarni ko'mib o'tgandan keyin, blok qilib o'tgandan keyin, itib o'tgandan keyin bularni bu sisiq puroqlar kelishdi to'xtasa, anandan keyin bizning pozitiv Uyg'urlarimiz bor. Bizning Uyg'urlar uchun haqiqatan kurash qilayotgan Uyg'urlarimiz bor. Bizning haqiqatan gül çiçekka o'xshash xushpuroq chechayotgan Uyg'urlarimiz bor. O vaqtda bular Facebook'ta davamlı ko'rilishga boshlaydi ve Facebook, Instagram kabi sosyal medyalar Uyg'urlarning qaytadan
Rabia Kadır'ın Soğudu Sarayı'nın aldığı mındaq qaynap duruyotqandek, Dünkörükte Uyg'urlar qaynab bir-birisiga tabassum qilayotgandek, mındaq bir Uyg'urni siyg'insa, to'g'ri chiqib Uyg'urlar bilan ko'rishgisi keladigan, Uyg'urlar to'g'riliq gap qis qilish kelishadigan, vatan to'g'riliq xabarlarni bilgisi keladigan, vatani uchun nima ish qila olamiz deydigan bir vaziyat shakllandi qarindoshlar. Shunga bu fikrimni hammalardan o'rtoqlashdim. Bu meningki bir hech qanday bir isbotim, palonchi meni mashapti deb bir ko'shki mo'ybashmanlardan unda isbotim yo'q. Faqat o'ylash orqali mushundoq bir yakun chiqardim qarindoshlar. Vatandagi Uyg'urlarni qutuldirish uchun, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun, millatimizning kelgusi uchun foydali bo'lib qolsa, ajab emas. Hamburglab qo'yasizlar. Allohga omonat.